Ana banan pişti. Ana banan. Hurmatli o'rtoqlar, mana bugun qisqa 17-yanvar. Mana barcha do'stlarga xayrli kun. Yangiliklar juda ham mamlakatimizda ko'p. Yangiliklar izlangan imkon topadi. Lekin bu shu bizning xalqimiz ota bog'bon bo'lgan va bu yerda mana eng arqamizda ko'rib turgan hammasi ko'chat, hammasi to'yda guava degan eng bir shifobaxsh mahsulot meva ekan. Mana hozir Jo'raboy shular haqida ma'lumot beradi. Kuzatib boringlar. Do'stim, bu qanaqa meva, bu nima bu? Men limon deb o'ylabman. Assalomu alaykum. Hurmatli qadrdonlar. Bu respublikamizga bir yangilik meva. Lekin bizda hozir bir korxonamizda bir 15 yildan beri bu ko'chatini olib kelib, buni mevasidan, bargidan foydalanamiz. Buni nomi guava. Bu guava ham bir shaftoliga o'xshab 6 xil, 7 xil turda bo'ladi. Mevasi katta kichikligi, ta'mi shunaqa qilib shaftoli ham har xil sorti. Shunga o'xshab bu ham 6 xil, 7 xil sortda bizda mavjud hozir. Keyin buni eng afzalligi, gapiravering. Eng afzalligi bu dunyodagi yagona rakni oldini oluvchi meva bu. Saraton kasalini. Saraton, rak kasalligini oldini oladigan meva. Agar kimdan kim mana shuni mevasidan yeb tursa, hayotida onkologik kasallikka ro'para kelmaydi. Avvalo hech kim kelmasin u, lekin shuni oldini oluvchi meva. Biz buni mevasidan, bargidan shu onkologik kasalliklarga dori-darmon ishlab chiqarishda foydalanamiz. Hatto bargidan ham damlama qilinadi. Albatta, albatta. Buni bargi ham, mevasi ham hammasi shifobaxsh. Men buni bargini ko'rib gilos debman. Gilosni bargiga o'xshab ketar. Dunyoda daraxtlar turli tuman u. O'shaning uchun daraxtlar ham bir-biriga o'xshaydi. Bu hozir rosa pishgan holati. Shirin bo'ladimi, nordon bo'ladimi? Bu yeb ko'rsangiz nokni yegandek bo'lasiz. Nokda ta'mi-yu, lekin hidi o'ta ham boshqacha, o'zgacha hid. Nokdan ham boshqacha shirin. Xushbo'yda hidi. Buni bemalol mazza qilib yurasiz. Shunaqangi shirin narsa. Buni hozir davay yeb ko'ramiz. Davay papirobium deydi. Yeb ko'raveramiz bemalol. Yeb ko'raveramiz. Pishganda o'sha. Pishgan. Hozir keyin bundan ko'ra yana kichkinaroq sap-sariqlari bor. Uni hidi umuman boshqacha. Chunki uni birinchi o'shani bizning rahbarimiz o'sha vatanidan olib kelganda biz hayron qolganmizki, bunaqa meva ham bo'lar ekanda bu dunyoda. Ta'mi ham xushbo'yding. Xushbo'yligi shu issiqxonamizga kirsak o'shani hidi kelib turardi-da, ajoyib. Daraxtning o'zidan ham hid kelib turardi. Yoqimli hid kelib turardi. Mevasini shunday olsangiz xushbo'y. Masalan, bozorga shunday olib chiqsangiz, bozorda odamni o'ziga jalb qiladi buni hidi. Nima ekan deb. Hozir shunaqa pishgani bormi bu yerda? Pishgani bor. Narigi tomonda topamiz. Narigi tomonlar. Chunki bu ko'chatimizni bizda bitta issiqxonamizda 2,5 ming tutdan-da ko'chatlar. Hozir chunki buni pishishi bilan biz mana uzilgan. Pishishi bilan biz dori-darmon uchun olamiz. Bu biz sotuvga, boshqaga emas. Shuning uchun hozir ko'ramiz. Pishganlardan topib beraman, bir yeb bahramand bo'lasizlar. Keyin bu nimachi? Yashashi bu ham teplisada bo'lish kerakmi yo xonada ham bo'laveradimi? Albatta. Endi bu juda bananga o'xshab, juda issiqlik talab qilmaydi. Banandan ko'ra pastroq iqlim bo'lsa ham yashaveradi. Lekin bu juda ko'p yillik daraxt. Ko'p yillik daraxt. Masalan, shu bitta daraxt 50-60 yil umr ko'radi. Yashaveradi. Keyin juda ham serhosil. Sovuq oladimi buni ham tashqarida balki hozir chiqsa yo chidamlimi sovuqqa bu? Yo'q, sovuqqa masalan 0 gradusdan pastlasa bu chidamaydi. Plus 2-3 ta yashasa bo'laveradi. Yashaveradi. Masalan, limonning temperaturasida bu yashaveradi. Demak, bu hamma bob ekanda demak bu. Hamma bob, ommabop deydi-yu. Hamma bob. Albatta. Endi pishganini oqtaramiz endi. Qancha maqtab qo'ydi demasak bo'lmaydi-yu. Mana guava daraxtlari mana. Oqtaryapmiz. Mana pishganini top. Bo'ldi.
Mana talar. Ha, bu nokka o'xshagan sort ekan-da. Albatta, albatta. Ko'rinyaptimi o'zi? Ha. Hidi ham boshqacha. Ich qizilmi? Albatta. Ko'rindimi? Ha. Tavba. Ajoyib-ku. Ajoyib, ajoyib. Ya'ni tumalag'i mazasi yana boshqachami? Wow. O sariq dumalag'iniki boshqacha. U ham o'ta o'zgacha, xushbo'y. Keyin buni me'daga tegmaydi. Mana hurmatli o'rtoqlar, mana bizni O'zbekistonimizda shunaqangi bir chiroyli narsalar bor ekan. Demak, hali o'shaning uchun biz O'zbekistonimizni imkoniyatli mamlakati deyman. Asosan bizda issiqlik bor. Qishimiz yengil. Mana hozir qishda ortiqcha agar 10-20 gradus sovuq bo'lsa, juda ham qiyin narsa bularni ushlab turish. Qishlarimizni ham bir qandaydir bir tabiat yorlaqagan xalqmiz. Shuning uchun mana qayerdan ko'ryapsizlar? Maladesda yana kim biladi shularni? Buni mamlakati qayt. Guava. Mamlakati. Bu ham Hindiston tropik mamlakat. Shunaqa. Hamma sog' bo'ling endi. Nari tumalag'ini ko'ramiz endi. Bo'ldi. Mana bunisi boshqacha mana. Vo, uzildi. To'kilib ketdi-yu. Voy. Mana bu yana boshqa sort. Ularda 3 xili bor ekan-da bo'lmasa? Yo'q, 6-7 xili bor. Shet o'zida. Shetda o'zida. Mana. Bu dumalaq sorti. Kesib ko'ring. Oh, ishini chiroyliligini. Ha. Ichi qip-qizil bo'ladi. Hidini qarang. Obuna o't qovni ham ta'mi kelyapti, barandi ham ta'mi kelyapti. Shunaqa. Qoyil. Ha. Har bir sortini mevasi o'zgacha, hidi ham boshqacha, ta'mi ham boshqacha bo'ladi. Ichida urug'ini eksa bo'ladimi? Albatta. Ha, shu urug'ini eksa bo'laveradi. Urug'idan ekib ko'paytirganmiz biz ham. Ha. Zo'r-ku, malades. Zo'r, mana o'rtoqlar. Ana chet ellarda yurganlar shunaqa nima yeganmisizlar, shular haqida fikrlaring yozinglar. Qiziq, chunki mana qaysi joydan ko'ryapsizlar? Albatta ko'rgan joyingizga yozib qo'yinglar. Shu qancha sizlar shu prosmotrni ko'paytirsalaringiz, bu ashuralarga mazza qilib shunaqa joyda ishlab yuraveradi. Albatta. Ko'chatlarimizni qarang endi mana. Ko'chatlar mana shuncha ko'chatlar. Ana endi yana bitta mevasi turibdi, men aytaman. Bu boshqa sorti deng. Bu boshqa sorti bu. Bu pishiga ozgina bor. Pishsa shu sap-sariq bo'lib qoladi. Ha, endi pishishni boshlabdi mana bu. Pishishni boshladi. Bak, bunga ham yegani kelar ekanmiz. Albatta. Bular hammasi Jinday guava. kech keldilar endi. Guava. Bu hammasi bu biz buni mana bu bargidan ham ko'rishlaring mumkin. Mana bu sorti boshqa. Bu sorti boshqa. Biz buni yovvoyi guava deymiz. Xuddi qora gilosga o'xshagan. Beva qiladi. Qora anjir bor-ku, quritiladi, fioletoviy. Xuddi o'shanaqa-yu, buni ta'miga yetadigan yo'q. Ha, shirin deng. O'ta shirin bu. Keyin qora qizil bo'lib pishadi. Bargidan ko'p meva qiladi. Juda ham serhosili mana shu sort, mana shu. Tangacha barglisi. Bu ham tuvayda o'svoradi xonadonlarga bo'lib. Shu tuvayda meva qo'yotib-ku. Ha, ana uni. Mana yerlarda to'kilyotib ekan hozir. Hozir qayerda ko'rdim, to'kilgan. Mana to'kilib ketibdi. Ha, shuni mevasimi? Yo'q, bu aslida buni mevasi emas. Bu nariginiki. Ha, bu qora qizil bo'ladi. O'zimizda achchiq gilosga o'xshabding. Ha. Achchiq gilos emas, qora gilosda yirigida bu. Ha, shpanka gilosimiz bor. Qo'qon gilos. Yong'oqcha keladi mevasi, lekin qora bo'ladi. Lekin o'ta ham shirin bu. Shirin bo'ladi deng. Mazza qilib yurasiz. Meddaga tegmaydi, ko'ngilga tegmaydi. Bu ham shu nimada bo'laveradi, Tbilisida. Tbilisida hamda xonadonda bo'laveradi. Albatta. Oddiy mana salafan tuvayda meva qilib yotibdi. Mana. Shuni oddiy. Bu sovuqqa chidamliroq deng. Albatta. Bananga qaraganda. Ha, bananga qaraganda. Bular endi bahorda gullaydimi endi hozir? Albatta, bahorga gullab, kuzda buni hammasi hozir rosa mevasi yakunlangan paytda kelib qoldilar endi. Shularda Dilshod va indamagan ekanda bizga. Ha, bu judayam serhosil. O'sishini qarayman, hozir o'zi o'syapti mana. Ha? Bu yozin qishin to'xtamay o'sadi. O'saveradi deng. Faqat mevani bir marta qiladi. Ha, bir marta qiladi.
Mana gullayapti hozir. Уже Uh. keyingi hosilga уже Ha, tayyorgarlik. mana limonga o'xshab gullaydi ekan. Ha, mana gullayapti. Hidi ham, Boshqacha, juda ham shirin. hidini qarang, bir ajoyib mana. Oh, Mana itlarda gullagan nimalar. ha, mana shu tuvakda bu ham hammasi mana Mevachasini уже usha bo'lgan. qopchada. Mana. Ha, Mana gullagan. ha mana endi Ha, mevani ushyapti. shu deng. Ha. Gullayapti. Qoyil, ana buni qarang. Shu bitta qopda qopchada mana shu mevani 4 qilyapti. yildan beri shu qopda turibdi aka. 4 yildan beri deng. 4 yildan beri mana shunday turadi. Chunki hozir bizda tashqariga ekishni imkoniyati yo'q-ku bu. Ha, ha. Teplitsalarimiz, ko'chatlarimiz sig'mayapti-da. O'shaning uchun shunaqa qoplarga qilib, stroysa qilib joylab yuborganmiz. Lekin bo'lyapti mana hammasi. Yo'q, hosili juda ham zo'r bo'lyapti. Guava ham mana qopda bo'lib yotibdi, ular ham meva qilyapti. Ha, mana gullabdi mana izlarda. Mana Mana. gullabdi. Tepani juda ham serhosil narsa bu. Bu guldonlarga uylarga eksa bo'laverar ekanda, demak buni qarang. Juda ham xushbo'y hidi. Buni qarang. Qoyil. Mana imkoniyatlarimiz. O'rtoqlar, mana hamma narsa bo'lib yotibdi. Rahmat, sog' bo'linglar. Shunaqa bir xalqimiz mehnatkash, har bir insonning o'zini o'rni bor. Qarang mana yangiliklarni kim olib keladi? Shu olib kelganlarga rahmat. Chet ellardan olib kelib, shularni qilib qoyil.